hurmatli ustozlar, talabalar, bugun mana Qo'qon davlat universiteti san'atshunoslik kafedrasining 5-kurs musiqali teatr rejissyorligi yo'nalishining aktyorlik mahorati fanidan kurs ish himoyasini o'tkazyapmiz. Hozir kurs ish himoyasi bo'yicha talabalarimizni kurs ishlari tayyor. Mana ularni taqdimotlarini ham tayyor qilishgan. Demak, agar ruxsat berishsa, bir boshdan boshlashimiz mumkin. Ustozlar, inobatga olish kerak va ularda nazarda tutilgan aytamiz yoki boshqa diniy ma'noda bo'laklar juda ham muhim ahamiyat kasb etadi aktyorlikda. Salom yoki xayr asarini haligini birinchi o'rinda inobatga olganman. Mavzuni dolzarbligi, u asar hozirgi zamonda ro'y berayotgan poraxo'rlik. Bugungi mana berilgan shart-sharoit albatta bu rejissurada ham, aktyorlik mahoratida ham topshiriq. Shart-sharoitni kim beradi? Bugungi menga berilgan mavzu dramatik xatti-harakat. Bunada xatti-harakat juda ham umuman olganda rejissor haqida qisqacha o'zimning fikrimni aytmoqchiman. Rejissor chunki spektakl sifatiga e'tibor qaratish kerak. Buni kinoda nimaga quriladi? teatrda g'oyaga quriladi, ustoz. Kinoda g'oya bo'lmaydimi? Menga tushgan mavzu sahnaviy. Shukur Burxonovning yana bir bu asarni chinakam ma'noda sevib ijro etganligini, ham sevib o'qiganligini va asardan qattiq ta'sirlangan bir Toshkent jonli ravishda tomoshabinga yetkazib olgan va har bir o'z yaratgan obrazlarini o'ziga xoslik bilan, ya'ni har bitta ijro etayotgan rollarini avvalo o'ziga o'zlashtirib, o'shaning ichida bu sohada o'ziga yarasha yetuklilik darajasi bilan ham qaysidir ma'noda tarixda o'rin egallagan va shu bilan birgalikda musiqali teatr rejissyorligi. Bugungi kurs ishim mashhur aktyorlar ijodi va hayoti mavzusi bo'lgan. Men Shukur Burxonov hayot va ijodini tanladim. Sabab ishlash, matnni tahlil qilish texnikalari. Bunda asosan aktyorlik mahorati tushunchasi va uning san'atdagi o'rni, aktyorlik mahorati musiqali teatr yo'nalishi 5-bosqichda Zambiya qo'mitadan bo'laman. Sizni o'rgatadi. Barcha dramatika imkoniyatini beradi. Yoki dialogdir. U o'quvchi teatr yoki sahnaviy mashg'ulotlarda adabiy parcha ustida ishlash aktyor. Quronboyev Sulaymon 88 bor. Akramova Nodiraxon 96 va Turdaliyev Azizbek 96, Hojiyev Javohir 98, Berdiyeva Lobat 96, Farid 96, Sardor 94, Feruza 96, Dilshodbek 88, Mahkamov Mansur 88, Zamiraxon 96 va Ahrorbek 90 ballarni hozir qo'lga kiritishdi. Shu ballarga loyiq deb bildik.